shu bayat tamom bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar, mana shu daraxt ostida bayat berganlar jannatga kiradi, hammasi, faqat qizil tuya egasi kirmaydi. Ko'rdingizmi? Tuyasini g'amini qildi, mayda narsani g'amini qildi, jannatdan mahrum bo'ldi. Ulamolar aytishadi, Allohni rozi qilaman degan bandaga himmat kerak, ilm kerak. Himmat nima qiladi? Himmat harakatga boshlaydi, yuksaltiradi. Ilm esa uni yo'lini to'g'rilab turadi. Oliy himmat insonlar uchun odamlar xayol qilayotgan narsa bugungi haqiqat bo'ladi. Odamlar, "O, bo'lamikin" degan odamlar turganda bu shu narsani qilib qo'yadi. Shuning uchun birodar, ishlaringni bir tekshirib chiq. Sen ular bilan ovora bo'lishingga arziydimi? Agar arzimaydigan ekanini topsang, ularni tasha. Shunda sen g'am tashvishlaring kamayib, o'zingni baxtiyor va xursand his qilasan.